Birodarlar, Abu ha deb muammoyingizni aytib aljirormasdan, bu muammoni ichida o'zi nima qilib yuribman degan savolni bering. Bu muammolarni ichiga kirishimga sabab aslida kim degan savolni oynaga qarab ayting, vijdonan. Mana shunda javobini topasiz. Siz dardingizni doston qilayotgan odamlar, do'stingizmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u eshitib dardingizni siz kabi qayg'uryaptimikin yoki maza qilib xursand bo'lyaptimikin? Shu narsalarga ham e'tibor berganmisiz? Eng qizig'i shundaki, bo'lmayapti, muammo, problema deb aytayotgan odamlaringiz, ishoning, sizga yordam bermaydi. Eshitib o'tkazib yuborishdan boshqa narsaga yaramaydi. Va dardingizni aytishga ham arzimaydi u insonlar. Nimaga? Chunki muammoyingizni aytganingizdan keyin bu muammoyingizga yechim topib berish kerak u eshitgan inson. Yoki dardingizga sherik bo'lish kerak, yoki qalbingizga xotirjamlik kiritish kerak. Yo'q, u inson faqat eshitib qo'yishni biladi, bo'ldi. Ishoning, 3-4 minutdan keyin siz bilan xayrlashgandan keyin esidan chiqib ketadi siz dardlaringiz, muammolaringiz. Chunki har bir insonning muammo, dardlari o'ziga yetarlidir. Alloh taolo mana bu mavzuda Haj surasi 13-oyatda aytayaptiki, u zarari foydasidan yaqinroq bo'lgan kimsaga iltijo qilur. E'tibor qilyapsizmi, birodar? U naqadar yomon do'st va naqadar yomon oshnadir. Bu nima degani? Bu degani, dardingizni do'stga aytyapsizmi yoki dushmangami? Shu narsaga ham e'tibor berish kerak, birodar. Dard Allohga aytiladi. Muammo Allohga aytiladi. Dardni Alloh yechadi, muammoni ham Alloh yechadi. Faqat nima qilish kerak? Iymonni mustahkam qilish kerak. Iymonni qanday mustahkam qiladi? Alloh aytayaptiki, men bandamni gumonidaman. Bu nima degani? Duo qilasiz, yo Alloh, shu muammoga tushib qoldim. Shu muammolardan meni olib chiqib ket. Menga yordam ber. Shu muammolarga yechim topib ber. Allohu akbar. Bo'ldi. Endi qalbingizda nima uyg'ondi? Shubha uyg'ondi. Ishoning, bu duoingiz ijobat bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo aytayapti, men bandamni gumonidaman deyapti. Yaxshi desa yaxshiman, yomon desa yomonman. Yordam beradi desa yordam beraman, yordam bermaydi desa yordam bermayman. Mana bu iymoningizni mustahkam yoki mustahkammasligini belgisidir.